Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz internetda pul ishlash haqida bo'lmaydi. Bugungi videomiz telefonga super wallpaper o'rnatish haqida bo'ladi. Bu super wallpaper nima deganlar uchun hozir ko'rsataman. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Yoki-da yana boshqacha variantlari ham bor. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Bugun mana shuni o'rnatishni o'rganamiz. Xo'p do'stlar, bu videomiz foydali video bo'lgani uchun bunda konkurs g'oliblarni aniqlamaymiz. Qachon internetda pul ishlashakda video olsam, o'shanda konkursimizni g'oliblarini aniqlaymiz. Hozir buni o'rnatish uchun bizga kerak bo'ladi, mana shu 3 ta ilova kerak bo'ladi. Brevent, keyin fon rasmlari va setid. Bular hammasi Play Marketda bor. Mana Play Marketda ko'rsatib o'taman. Hop, Brevent desanglar mana chiqadi. Ikkinchi ilova wallpaper deb yozasiz. Va mana shu. Va uchinchi ilova set edit. Mana shu 3 tasi kerak bo'ladi. Bularni agar topa olmasangiz, o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman ilovalarni ham. Xo'p, mana shu 3 tasini yuklab olamiz. Qolgan ishimiz telefonning o'zida bo'ladi. Birinchi bo'lib, biz dasturchi tanlamani yo'q olishimiz kerak bo'ladi. Настройкаdan. Buning uchun настройкаga kiramiz. Va telefon haqidan ustiga bosamiz. Va bu yerdan tizim versiyasini ustiga bosamiz. Tez 5 marta bossak bo'ldi. Bizda dasturchi rejimi yoqiladi. Va bu yerda qo'shimcha sozlovani ustiga bosamiz. Va bu yerda mana dasturchi tanlamalari. Endigi navbat Brevent ilovasi ustiga bosamiz. Hop, ruxsat beramiz. Enjoy ustiga bosamiz. Launch Brevent ustiga bosamiz. Bu yerdan ruxsat beramiz. Va developer ustiga bosamiz. Va bu yerdan 100 bin nosozlik tuzatish mana shuni ustidan bosamiz va buni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop. Ruxsat beramiz. Hozir bu yerda mana sekund sanayapti. Ruxsat berdik. Ana endigi navbat. Hop. Yana developer ustiga bosamiz va bu yerda simsiz nosozlik tuzatishni ustiga bosamiz. Va endi bizga Wi-Fi kerak bo'ladi. Internetni o'chiramiz. Wi-Fi yo'llanamiz. Megabayt bo'lishi shart emas. Wi-Fi bo'lsa bo'ldi. Keyin bu yerda mana simsiz nosozlikni tuzatishni yoqamiz. Va bu yerdan Breventga qaytamiz va bu yerda mana ikkinchi bo'lim ustiga bosamiz. Mana wireless debugging port bosamiz va biz kod yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, buni ikki ekran qilib olamiz. Ikki ekran qilmay tepadan bu yerdan bildirishnoma keldi. Bildirishnoma yozsanglar ham bo'ladi. Hop, mana kod ulashni ustiga bosamiz va yozamiz bu yerga 576 113 va wireless pair ustiga bosamiz. Va bo'ldi, mana tayyor. Biz telefonimizni Brevent ilovasiga ulab oldik. Endi bemalol bu Brevent ilovasi orqali telefonimizni qaytadan sozlab chiqsak bo'ladi. Hop, endigi navbat bu yerda 3 ta chiziqcha ustiga bosamiz va mana X komand ustiga bosamiz. O'chayni bosamiz. Va bu yerga kod yozishimiz kerak bo'ladi. Mana kodni qo'yib oldik. Endi bu yerdan yubosh tugmasi ustiga bosamiz. Mana xato dedi. Hop, qaytadan bosamiz. Yana xato deyapti. Bu yerdan agar shunaqasida xato chiqsa, bu yerdan mana shu 3 tasini yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana 100 bin nosozlik tuzatish, 100 bin orqali o'rnatish, 100 bin nosozlik tuzatish mana. Mana shu uchalasini yoqib qo'yasiz va bo'ldi. Xato ketibdi. Bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ikkita yozuv chiqsa, mana birinchisi false, ikkinchisi true bo'lsa bo'ldi. Always on display funksiyasi ishlaydi va mana telefoningizni qulflagandan so'ng bunaqa joy chiqadi. Agar mana shu kodni yozmasangiz, sizda bunaqa bo'lib ishlamaydi. Keyin bu yerda always on display funksiyasiga o'tasiz. Hop. Mana bu yerda mana chiqadi. Agar mabodo chiqmasa,
telefoningiz bitta перезагрузка berib yuborsangiz, bitta перезагрузка berib yuborsangiz bo'ldi, sizda ishlaydi. Aytgancha bu yerda bir minutda kod yozganingizdan so'ng mana set editni ustiga bosasiz. Bu yerdan security bo'limiga o'tasiz va bu yerda mana biz yozgan kod turadi. Mana out using super wallpaper 1 mana. Mana shu bo'lim chiqsa bo'ldi. Biz to'g'ri qilgan bo'lamiz ishimizni. O'shani tekshirishimiz uchun bu set edit ilovasi kerak bo'ladi va bo'ldi, hammasi tayyor. Keyin bu yerdan xohlagangizni qo'yishingiz mumkin. Masalan, mana Saturn bor, Oy bor. Bu yerda mana yana bittasi bor. Xullas 100% ishlaydi mana. Juda ham chiroyli bo'ladi. Xullas do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.